oldin hech kim yo'q edi. Chunki mashina orqalarida men turdim. Kelinlar ro'paramda turishadi. Sud zalida qo'lida kam bilan boshi yerga egilgancha turgan ushbu sudlanuvchi bir oilaning ustuni, bir onaning jigarbandini qilmishining yakunini o'ylab o'tirmay nobud qildi. Endi o'g'illarni titillarga turib, qo'l bilan urdim birinchi. Keyin dadalarini urdim. Dadalari o'sha dadalarini Ma'lum bo'lishicha, Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida sodir etilgan o'lim bilan bog'liq ushbu jinoyat qarindoshlar o'rtasida yuz bergan. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, jabrlanuvchi o'ziga tegishliligini bildirgan uyni sudlanuvchi tomon bo'shatib berilishini aytib, fuqarolik ishlari bo'yicha Qo'qon tumanlararo sudiga murojaat qilgan. Shundan so'ng fuqarolik sudining ajrimiga ko'ra, jabrlanuvchi hamda uning oilasi sudlanuvchi yashab kelayotgan uyga majburiy tartibda kiritish bo'yicha qaror qabul qilingan. Taraflar chaqirtirilib, bu hujjat bilan tanishtirib, ogohlantirilgan va bir necha marotaba ma'zur ijro harakatlari olib borilgan. Shundan so'ng qarindoshlar o'rtasidagi tortishuv mushtlashuvga aylangan va ko'zi qonga to'lgan, jahlini jilovlay olmagan ushbu sudlanuvchi qo'liga pichoq olib, jabrlanuvchi hamda uning o'g'liga pichoq urgan. Shu kelinlar oila o'lib, o'zaro o'lib, onam shu pishgan, men shuni aytib qo'ydim. Natijada esa pichoqlangan o'g'il olgan tan jarohati sababli vafot etgan. Otasi esa shifoxonaga yotqizilgan. Iloji boricha yengil jazo beringlar. Ha, sudlanuvchi hozirda afsusda. Qilgan qilmishidan pushaymonligini bildirib, yengillik so'ramoqda. Biroq endi kech, chunki jinoyatga jazo albatta muqarrar. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismining I-J bandlari hamda 25-97-moddasining A-G-I bandlari bilan aybli topildi. Ya'ni og'irlashtiruvchi holatlarda qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir etganlikda aybli topilib, unga nisbatan Jinoyat kodeksi 59-moddasi tartibida jinoyat bo'yicha tayinlangan jazolarni qisman qo'shib 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tattirish belgilandi. O'z jahlini jilovlay olmaydigan, aqli bilan ish tutish o'rniga qo'liga pichoq olib, qotillikka qo'l uradiganlar. Qilmishingizning so'nggi mana shunday nihoyalanishini unutmang. Xulosani esa o'zingizga qoldiramiz. Muhammad Sido Usmonov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.